Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Agar sizga tushingizda ko'rgan narsalaringiz ta'biri qiziq bo'lsa, unda albatta siz bizning kanalimizga obuna bo'ling va o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob toping. Agar kimki tushida choyshab ko'rsa, Ibn Sirin roziyallohu anhuning aytishicha, tushdagi choyshab yoki adyol xotin bo'ladi. Tushida yangi choyshabi borligini ko'rsa, xotin olishiga dalildir. Agar yangi choyshab sotib olganini ko'rsa, ko'rmagan kanizak sotib olishiga dalildir. Tushida choyshabi yo'qolib qolganini ko'rsa, xotiniga taloq berishini bildiradi. Agar tushdagi choyshabi yirtilganini va eski ko'rganini ko'rsa, xotini urushqoq va quloq solmaydigan bo'lishini bildiradi. Mag'ribiy roziyallohu anhuning aytishicha, tushida yangi choyshabi borligini ko'rsa, dindor va boy xotin olishiga dalildir. Agar choyshabi oq ekanini ko'rsa, porso va badavlat xotin bo'ladi. Qizil bo'lsa, xotini o'yin kulguni yaxshi ko'radigan bo'ladi. Sariq bo'lsa, kasalvand xotinga dalil bo'ladi. Agar choyshabi alvon rangda bo'lsa, xotini makkor va aldamchi bo'ladi. Ja'far Sodiq roziyallohu anhuning aytishicha, tushdagi choyshab va adyol yangi bo'lsa, 3 narsaga dalil bo'ladi. Olima ayolga, yosh yoki balog'atga yetgan qizga, ko'rmagan kanizakka. Tushda choyshab yuvayotgan bo'lsangiz, o'ngdagi xafachilikka ishora. Oilangizda janjal bo'lib, turmushingiz buzilishigacha boradi. Kambag'al odam tushida yuvilgan va dazmollangan choyshab ko'rsa, o'ngida ro'shnolik ko'radi. Agar birovlar o'z choyshablarini yuvayotganlarini ko'rsangiz, o'ngda siz janjalga aralashib qolib, obro'yingizga putur yetadi. Agar tushda yuvilgan choyshabni dorga osayotgan bo'lsangiz, o'ngda boy merosga ega bo'lasiz, inshaalloh.